obunachilar YouTube kanalimizga yangiliklarni qo'yishni boshladik. 1 tonnadan oshiq oladi. Mana ko'rishlaringiz portlardan kelib, ato'yib qo'llarida. Bu gigant вообще gigant, ishonasizmi gigant. To'rg'ildiraylik labolarimiz chiqdi. Manzilni bilasizlar, mana shunday ko'rsatib yuborgan operator Bodo kompaniyasi eng katta bazadamiz. Eng qizig'i 500 kilolilar, 1 tonnalilarga aksiya narxi ulashdi. Tezroq shoshilib qo'yinglar. YouTube kanalimga o'tib shuni qarasang bo'ldi. 1 tonnalik pol kabinalarimiz $1000 qiyordi. Uncha emas. Bu Xitoyda ham buna bas sindirib tashladi, narxlarni qart ko'rsatib. Bunaqani 500 kilolik turishini qarang. 1 tonnaga o'xshaydi, 1 tonnaga 8 kilo indamay yuk oladi. Narxini-chi chotga qilib qo'ydim, $950. Sindirdim buni ham qarz aytib. Mana qarang, 1 tonnalik bodoni qarang, turishini qarang. 6 ta, bu qarang, gelikka o'xshaydi, gelik. Turishini ko'ryapsizmi? Buning narxini ham vashi sindirib tashladim. $1100 qilib qo'ydim. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilni bilasizlar. Dang'aradan kirib kelishida, Toshkentdan kirib kelishida, Dang'aradan o'tgandan Qo'qon shaharida ichida, Bag'i shaharning ichidan kirib kelgandan keyin 4-bansa lokatsiyasini oldida Bodo kompaniyasi Marvarid yonida marhamat qilib xushko'rli Yulduzmon va apam mingandi. Bang'ara bo'lyapti. U qarang, turishini qarang, turishini. Bitta emas, turishini qarang, maqtanlar qarang, uylarga salli dolar. Bizda eng katta baza buni qanday ko'rdingiz? Sizlarda hamma narsa bor. Bemalol murojaat qilasizlar. Ekranlarda nomerlarim bo'ladi, telefon qilib bemalol chiqing. Faqat sizlardan iltimos muddatli to'lovga kreditga yo'q.